Agar siz telefonni almashtirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni iPhone'dan Androidga o'tmoqchi bo'lsangiz yoki bilaks Androiddan iPhone'ga o'tmoqchi bo'lsangiz, bu ikkita ilova sizga aniq kerak bo'ladi. Bu ikkita ilova hozir Android bilan Google ikkalasi kelishishgan, ya'ni telefonlarni almashtirganda ma'lumotlarni bir-biriga o'tkazish uchun kelishib bitta nimani ustida ishlashyapti. Hozir buni takomillashtirish ustida ishlashyapti. Ya'ni siz masalan Androiddan iPhone'ga ilgari o'tsangiz, har xil bir narsalar qilib qiyin edi, ya'ni gapni qisqasi qiyin edi. Hozir endi shuni osonlashtirishgan. Mana shu ikki ilova orqali osonroq iPhone'dan Androidga, Androiddan iPhone'ga informatsiyalarni, ya'ni ma'lumotlaringizni ko'chirish osonlashgan.